moralniy sindirib, hammani endi izza qilib, yoshligidan shunaqa qilib o'stirishgan. Endi 30 yilga Karimov davrida ham bu narsa to'xtagani yo'q, hammasidan qilishdi shu ishni. Qancha minglagan bolalar shunaqa bo'lib o'sdi. Endi Mirziyoyev paytida ham shu ishlar davom etyapti. Endi shundan boshqa tarbiyasi bo'lmasa bo'lardi, o'zini propagandasini shunaqa qilib yoyadi-da. Endi davlating haqida muhabbat paydo qilmasang, olib borib haqiqatda begunoh odamlarni qamasa, o'ldirsa, boshqa qilsa, endi qochib ketganlar o'sha qayerqa bo'lsa ham qochib ketyapti-da endi. Hatto o'lib ketsa ham o'sha yoqqa ketaman deb ketganda endi shu yerdan ko'radi. Endi mana shu ahvolga tushirib qo'yib turib, keyin yana o'zlarini oppoq ko'rsatib, mana biz yana sizlarga o'qitsak, boshqa qilsak deb undan minnat qilayotgani ham bir ajablanarli. Bugun menimcha ikkala toifa, ya'ni mentlari bilan domlalarini menimcha deyarli farqi yo'q. Avvalgi domlalarda farqi bo'lardi, o'sha bundan 20 yil 30 yil avvalgi domlalarda. Endi o'sha hujralarda o'qib qolgan, yo avvalgi o'sha domlalarning qo'lida o'qib qolgan, shunaqangi domlalar bo'lardi. Ya'ni iymon e'tiqodi bor. Hatto davlatga xizmat qilsa ham orqasidan kelib turib kechirimini so'rab, endi ilojimiz yo'q, davlatga xizmat qilyapmiz, ilojimiz yo'q, sizlarga yolg'on ko'rsatma berdik, Alloh kechirsin gunohlarimizni, qarg'amanglar deb shunaqangi bir insofli, ya'ni o'zi shunaqangi qoyillik qilib qo'ysa ham insof bilan